Assalomu alaykum. Men Samarqand viloyati Ishtixon tumani Chimqo'rg'on qishlog'i Shirin dunyo nomli bolalar bog'chasining katta guruh tarbiyachisi Dilnoza Abdurasulova bo'laman. Men sizlarga navbatdagi qo'l mehnatimni taqdim etaman. Buning uchun bizga rangli qog'ozlar kerak, yelim, qaychi kerak. Men sizlarga hozir 4 faslni yasab ko'rsatmoqchiman. Bu 4 fasl faoliyatimizda juda ham ko'p kerak bo'ladi. Biz hozir sariq, ko'k, yashil va qizil rangli qog'ozlarimizni oldik. Endi bu rangli qog'ozlarimizni ikkiga buklab olamiz va qaychi yordamida qirqib olamiz. Mana qirqib oldik. Endi fasllarga qarab taxlab olamiz. Birinchi qish fasli, keyin bahor fasli, bahordan keyin yoz fasli, yozdan keyin kuz fasli. Endi birin-ketin yelim yordamida yelimlab olamiz. Ikkiga buklaymiz va yelim surib olamiz. Va yopishtirib olamiz. Endi yoz faslini yopishtiramiz. Endi yana yelimlab olamiz. Va yana yopishtirib olamiz. Mana yopishtirib oldik. Endi orasini ochib, o'rta qismini ham yelimlab yopishtirib olamiz. Mana barcha qismini yopishtirib oldik. Bahor, yoz, kuz, qish.